Assalomu alaykum parranda va inkubator ishqibozlari. Kanalimizda ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu videomizda sizlarga yangi modeldagi to'liq avtomatlashgan inkubatorimizni video obzorini qilamiz. Xo'p, ushbu yangi modeldagi inkubatorimiz to'liq avtomatlashgan inkubator kunini, namligini, haroratini hammasini avtomatik nazorat qiladi. Ushbu inkubatorimizni har xil razmerdagilari mavjud. Bu yerda mana 24 talik, 36 talik, bu yerda mana ushbu inkubatorimiz 64 talik, 128 talik va 192 talik inkubatorlarimiz mavjud. Narxlarni boshida aytib o'tadigan bo'lsak, 24 talik inkubatorimizni narxlarini mana bu yerga yozib qo'yganmiz. 650 ming dastavka ichida O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xo'p, 36 talik inkubatorimiz esa 750 ming so'm dastavka ichida yetkazib beramiz. Bu yerda mana 64 talik inkubatorimiz 1 million 50 ming so'm dastavka ichida yetkazib beramiz. 128 talik 1 million 350 ming dastavka ichida yetkazib beramiz. Bu yerda mana 192 talik 3 etajli inkubatorimiz 1 million 700 ming so'm dastavka ichida yetkazib beramiz. Bemalol buyurtma bersanglar bo'ladi. Telegram orqali yoki Uzum marketdan xarid qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, ushbu inkubatorimiz keladigan bo'lsa, ko'rinishi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ushbu eski modeldagi inkubatorimizni keyingi avlod modeli bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganinglar, asosiy ekran qismi shu yerda joylashgan. Bu yerda gradus ko'rsatib turibdi, namlikni va inkubator kunini. Bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, 220 da ishlayapti degan svet yonib turibdi. Akkumulyatorga ishlaganda mana bu DS sveti yonib turadi. Bu yerda mana akkumulyatorga ulasak bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlar ruscha yozilgan. Avtomatik umniy inkubator, mощность 100 Вт, частота 50-60. Xo'p, напряжение 220 volt va DS 12 volt ishlaydi. Bu yerda mana tepa qismida inkubator rejimlari bor. Ruschada tovuq, kuritsa, o'rdak, g'oz, kabutar uchun rejimlar mavjud. Xo'p, bu yerda mana isitayotganligi uchun nagrev svet yonib turadi. Tuxumimiz aylangan paytda переворот sveti yonadi. Xo'p, uvlajnitel namlik ishlagan paytda uvlajnitel sveti yonadi. Bu yerda signalizatsiya yoniq turibdi, chunki issiqlik hali me'yorda emasligi uchun ushbu svet yonib turadi. Agar ushbu svet o'chiq tursa, hammasi me'yorda bo'ladi. Shunga e'tibor berishingizni so'raymiz. Bu yerda o'zimizning maxsus logotipimiz bor, o'z inkubator. Bu yerda namlik ulash uchun o'zini razvedkasi bor. Bu yerda akkumulyator uchun aytib o'tganimdek. Xo'p, rejim o'zgartirish uchun shu yerda mana rejim knopkasini bosib o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana bosib tursak tovuq o'tdi, mana ko'rgan bo'lsanglar, tovuq o'tdi. Yana rejimni bosib tursak o'zgaradi. Mana kabutar va yana другийga o'tadi. Biz tovuq o'tkazib qo'yamiz. Kuritsa. Mana kuritsa. Xo'p, endi bu yerda kuritsaga qo'yganimizdan keyin avtomatik issiqlik, namlik, pavorotini hammasini avtomatik o'zi boshqaradi. Xo'p, hech narsani biz o'zgartirishimiz kerak emas. O'zgartirib ham bo'lmaydi. Agar parranda turini tovuq qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, o'zgartirib ham bo'lmaydi. Xo'p, namligi 60%, faqatgina ko'rishimiz mumkin inkubatsiya kuni. Bu yerda tuxumni tekshirish uchun svetini yoqib o'chirish. Ko'ryapgan bo'lsangiz, bu yerda mana 220 gulanadi. Doimiy 220 dan foydalanish kerak. Tepada o'zini maxsus kichkina lyuki bo'ladi. Bu lyukini olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, chunki bu teshik ozgina kichkinalik qiladi. Ochib qo'ysangiz bemalol havo almashishi yaxshi bo'ladi. Bu inkubatorimizga va bu inkubatorimizga lyuk ustanovka qilinmaydi. Undan keyin inkubatorlarga alohida yana lyuk ustanovka qilib beriladi, chunki teshiklari kichkinalik qiladi. Inkubatorimiz tepadan ochiladi. Bu yerda o'zini datchigi bor, issiqlik va namlikni sezuvchi datchigi. Bu pavorot kulanadigan o'zini kabeli komplektida. Ko'rib turganingizdek, xo'p, jadvali, suv paddoni bitta bo'ladi bu. Bu suv paddoni motorimiz ishlamay qolgan paytda foydalansak bo'ladi yoki bitta shuni qo'yib ham foydalansak bo'ladi. Suv motorimizni qo'ymasdan. Yoki suv motorimiz mabodo ishdan chiqsa, alohida qo'shimcha tarzda qo'shib beriladi. Aslida boshqa joydan xarid qilsangiz bu narsa bo'lmaydi, agar mana bu narsa bo'lsa. Agar bu narsa bo'lsa, bu bo'lmaydi, bu narsa bo'lsa, bu bo'lmaydi. Bizda har ikkalasi ham qo'shib berilgan, qo'shilgan. Bu yerda akkumulyator uchun kabeli 220 kabeli va suv sepish uchun 19 kundan keyin foydalanish uchun suv sepadigan, namlikni oshiradigan o'zining idishi bo'ladi, kitobchasi. Roliklari xuddi oldingidek mana shu yerga teriladi. Bu pavorotimizni ulash uchun o'zining kabeli. Hozir sizlarga roliklarni terib aylanishini hammasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu inkubatorimizda ham ikki tomoni mana bunaqa gradki roligimiz bo'ladi. Bu eng chekiga o'ng tomonga qo'yiladi. Vali oldingizda turgan paytda bu tomonda motor bo'lsa, motorni teskari tomoniga, bu tomonga qo'yiladi. Qolganlari bemalol mana shu yerga tovuq tuxumiga mo'ljallab teraverasiz. Bedana tuxumiga ham, g'oz tuxumiga ham mo'ljallab
orasini kattaytirib, kichraytirib tersangiz bo'ladi. Mana ko'ryapgan bo'lsangiz. Xo'p. Mana shu joyi shu yerga ulanadi. Ushbu kichkina inkubatorlarda kabeli shunaqa bo'ladi. 12 voltga ishlaydigan motor o'rnatiladi. Nariga 64 talikdan boshlab inkubatorlarimizga bo'lsa, katta kabellari qalin va katta motordan qo'yiladi. Bu yerda ko'rsatib mana. Ko'rgan bo'lsangiz, katta kabellar qalin va motori 220 motor qo'yiladi. Xo'p. Ko'rgan bo'lsanglar, bo'ldi, shu ulangani shu. Endi inkubatorimizni qaranglar, перископ knopkasini bosaman, переворот svet yonadi. Hozir mana o'chiq turibdi. Yondi. Endi inkubatorimizni ochib valiga e'tibor berib ko'ramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, aylanyapti. Har 2 soatda 90 ga aylanadi. Namligimiz bo'lsa, ushbu hop suv motorimiz bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ushbu suv motorini bir tomonini yoniga suv idish qo'yib, suvga solib qo'yiladi. Bu tomonini bo'lsa, bir tomonini chiqarib suv tortib olinadi. Ha, yana bir narsa. Bunun ichida zapas shlankalari bo'ladi. Mana bu narsasini mana bu kalta tomonga ulab qo'yiladi. Hozir ulab ko'rsataman. Mana uladim. Buni mana shu yerga ilib qo'yiladi. Bu bir qo'lda ozgina qiyin bo'lyapti. Bu valimizni yog'lab turish kerak bo'ladi. Bir haftada bir, 10 kunda bir. Maxsus yog' bo'ladi, o'zi bozorlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Salidor ga o'xshagan qo'yiq yog'lar bilan yog'lash kerak bo'ladi. Ushbu kabelni inkubatorda oldingi qismiga ulab qo'yamiz. Mana uladik. Namligimiz 56% uchun namligimiz hozircha ishlamayapti. Xo'p, o'zi namligi 55-50 dan tushib ketgan paytda pavorotimiz avtomatik ishlashdi. Pavorotimiz deyman. Namlikni ishlatish uchun, namlikni boshqarish uchun motorimiz, suv motorimiz ishlashni boshlaydi. Ushbu krishkasini tepasiga olib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana xuddi shu ko'rinishda. Agar motorimiz ishlamay qolsa yoki nimadir sabab bo'ladigan bo'lsa, ushbu suv idishini ham xuddi shu yerga joylab qo'ysak bo'ladi. Bu mana bu yerga ulanadi mana. Buni ulab qo'ysangiz ham bo'ladi, ulamasangiz ham bo'ladi. Agar ulab qo'ysangiz, namlik me'yorda tursa, yaxshi. Bu motorimiz ishlamaydi, juda kam ishlaydi. Bo'lmasa ham shart emas, qo'shimcha tarzda qo'shtirilgan. Xo'p, jadvaliga keladigan bo'lsa, hammasi yozilgan. Bu yerda 37.5 ko'rsatilgan, lekin bunda rejim borligi uchun o'zi 38 gradus boshida bir hafta 38 gradus ushlaydi. Xo'p, bu yerda kitobchalari bor, 220 o'zini kabellari bor, akkumulyator uchun kabeli bor. Aytib o'tganimizdek, shamollatish vaqtlari bu yerda yozilgan. Shamollatish qanday bo'ladi deydigan bo'lsanglar, qopqog'ini shunchaki ochib qo'yasiz. Bu yerda bir mahal yozilgan, 2 mahal shamollatsiz bo'ladi. 8-dan 19-kungacha kunda 2 mahal, yoz oylarida, issiq kunlarda 15 minutgacha ochib qo'ysangiz bo'ladi, qish sovuq kunlarda 5 minutgacha. Xo'p. Ko'rdinglar, rolilar terilishini, shu rolilar ustiga tuxum terib qo'yiladi. Xo'p, hammasi shu ko'rinishda turadi. Tuxumni qo'yib bemalol ochirsangiz bo'ladi. Inkubatorimizga kafolat beramiz, 5 oy kafolat. Buzilsa yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, almashtirib beriladi yoki zapchasi almashtirib beriladi. Xo'p. Agar to'g'ri foydalanadigan bo'lsanglar, yaxshi natija olasizlar. Shuning uchun iloji boricha yaxshiroq bilim olib, ishlatish to'g'risida to'liq ma'lumot olganingizdan keyin foydalanganingiz ma'qul. Chunki ertaga tushunmasdan nimanidir noto'g'ri qilib, tuxumlarga kuyib, tuxumlarga ziyon berib, tuxumlarga ziyon kelib qolgandan keyin sizga ham, menga ham bu foyda bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri foydalaninglar. Boshqa ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, boshqa videolarda bor, bemalol boshqa videolarda ko'rib, to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ushbu inkubatorlarimiz hammasi ishlash prinsipi aslida bir-biriga juda ham o'xshash. Ishlash, foydalanish to'g'risida ham bu inkubator videolarini ko'rib, bemalol tushuncha olsangiz bo'ladi. Agar yana nimadir savollar bo'lsa, Telegramdan yozib, xarid qilganingizdan keyin bemalol savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, motorimiz ishlashni boshladi. Bu tomondan agar suvga solib qo'yadigan bo'lsak, suvni o'zi avtomatik ichiga quyishni boshlaydi. Xo'p, nimadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar.
Keyingi videolarda xudo xohlasa to'liqroq video chiqarishga harakat qilamiz. Ha, yana bir narsa, bu yerda mana maxsus tovuq kataklarimiz bor. Bunga ham bemalol buyurtma versiyada bo'ladi. Dastavkachiga yetkazib beramiz. 70 santimetrlik tovuq katagimiz 400 ming so'm. Bu yerda yana 1 metrlik katagimiz bor. U 500 ming so'm. Bu 1,5 metrlik katagimiz 600 ming so'm dastavkachidan. Bu yerda eshigini ochib yopish uchun o'zining zamoylari bor. Suv idish, don idish, tagida maxsus o'zining jo'jalar uchun setkalari, tashqi muhitdan himoya qiladi. Va yana axlatlari uchun alohida o'zining patnisi ham bor. Mana ko'rib bo'lsanglar. Xuddi shuni g'ildiray varianti bor, bizda hozir yo'q. U varianti bu g'ildiraysiz varianti. Buni ham Uzum marketdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu inkubatorlarni ham Uzum marketdan xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p, shu sizlarga xudo xohlasa to'g'ri manfaatli video oldim deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kimga inkubatorimiz ma'qul keladigan bo'lsa, ushbu yozilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram orqali yoki Uzum marketdan xarid qilsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar. Nima yana kamchilik bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar. Xudo xohlasa bundan keyingi videolarda sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Salomat bo'linglar.